Endi olavering. O'sha qizil yonib o'chayotganda olaverasiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Mana 16-etajda turibman. 15-etajda yotoqxonamiz. Mana mehmonxonadagi katta saxovat 40 tonnalik. Bittasi eng katta strelkasi 18 metr ekan. Kichkinasini esimdan chiqib qoldi. Kichikroqdirda. Alhamdulillah. Hammani shatga yetkazishga Alloh o'zi nasib qilsin. Allohga yaqin joyda turibman. Niyat qildim, Xudo xohlasa Ka'batullohga keyingi gal kelganimda onam bilan kelishni niyat qildim. Allohim bolalarimiz omadini bersin. Mana shu yerga kelishlarimizga bolalarimiz sababchilik keldik. O'g'lim Mirodiljon, Mirolimjon, Tanijoning sog' bo'lsin, omadingni bersin. Bundan ham martabalang ulug' bo'lsin. Qizim Mo'zamxonga ham Alloh solih farzandlar bergan. Allohga yaqin joyda turibman. Xudoyo Xudo hammaga bersin, hammani qatorida. Mana shu nimaiki kim nima so'rasa o'g'il so'raganga o'g'il so'radim. Rahmatjon bilan Mohiraxonga ham Muhammad rasullardan bersin Alloh. Allohim hammaga bersin. Alhamdulillah, Xudoga shukr. Allohim. Xudoimda yaxshi joylar ekan, hammani nasib qilsin. Xudo Ibrohim Halilulloh hammani chaqirsin. Ro'zixon singlim, seni ham Tanijoningni sog' qilsin. Birga kelamiz Xudo xolasa. Qo'llaringni omadini bersin Xudoya. Insof tavfiq bersin. Xudoya. Tanijonlarni sog' qilsin. Muqaddasxonga ham Alloh oq yo'llar berib, assalomonga solih farzand bersin. Alhamdulillah. Bo'ldimi, shuni bosib ko'rayim endi.